Assalomu alaykum, Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz sigirlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga yakshanba 2025-yil 19-oktyabr Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonoboddan bo'ladi. Sabir akalarning xonadonidan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar, jigarlar. Bugungi videomizda bo'g'oz suti bor eng qizig'i ola parodalar bo'ladi. Qanunda videomizni boshladik. Keling Sabir aka. Boshladingizmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Jahongir, ola deb kecha bitta ola chiqardik. Oy. Olani ko'p so'radinglar jigarlar. Talab va istak va takliflarga binoan mana. Faqat olalar deb qo'ying. Mana sizlarga ola. Jahongir, mana qarang. Ola suti bor. Suti bor bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. Oylarga gap yo'q. Jahongir, yangi tuqqanda qarang. Ha. Yangi tuqqanda mol suti bor, quyib tashlaydi. Yuvoshligi ham zo'r, jonivor. Qanaqa mol kerak yana, hoji aka sizga mana. Ko'ryapsiz? Ha? Mana qarang. Mana qarang, mol sut chiqishini qarang mana. Ko'rdingiz-a? Jahongir necha litrdir suti bor? Hop, sutini bilmaymiz. Lekin idishi katta ekan. Lekin yangi tuqqanda 18 ta sut beradi. Chandalni qaranglar. Agar bu chandal to'ladigan bo'lsa, Jahongir yangi tuqqanda pauza qilib turing-da. Bosavering. Nari qo'yib turinglar endi. Jahongir, ana necha ekan? Jahongir endi mana xalaqit beryapti-da, yosh bolalar o'ynayapti, nari yoqda yana g'ulg'ullar, bir bolalar xullas kalam. Jahongir 126 bo'y. 126. Molimizning holati yaxshi. 126. Tapalag'idan 125 plus shunday video qilaylikki, Jahongir mana shu nafaslarimni, ovozlarimni eshitib maza qilsin. Hali ko'rgan odam boshqa narsalarga chalg'imay mol haqida molni eshitsin. Ta'rifini qo'ldan kelgancha yorqinlashtirib beramiz. Suvayli narsa ekan. Endi Jahongir molni yeb ichishi ham konkretniy mana. Ko'rdingiz? Holati xudo xolasa yaxshi. Ha. 3 oylik bo'g'oz suti bor. Endi qarang. Jahongir, mana molda hammanglar bozorga chiqasizlar, ko'rasizlar. Endi Rossiyada yurgan jigarlar chiqalmaydi-yu. O'zimizni mana shu yerda yurganlar ko'ryapti. Mana shu molda atalarni qilib, bitta katta paqirda bir paqir atalar bilan mana shu yemni yesa, mana mol bor. Jahongir eti borini bor. Umuman eplab bo'lmaydi. 17 million 800 ming. Shunaqa bahoga aytadimi? Ha? Eti bo'lsa aytmaydi. Eti bo'lsa aytmaydi. Asha etini sizlar baqib mana uni foydalanib olinglar. Hoji opamizga o'xshab baqib turib yiltiratib olinglar. Qarsillab ketsin bu. Ha? Ko'rganlar. Devorsin. Bitta ko'rgan. Nima dedi Jahongir? Zo'r bo'ladi. 17 million 800 mi? 17 million 800. Kami dastlabkasi ichida. Bo'g'oz. Mono tayda qarang, mono tayda qaranglar mana. Olib keling mono qarang. Jahongir men qarang mana. Shunga ham chaqirayapman mana. Mon qarang mo tayda, mo sut tomirda qarang, jonivor. Yuzoraman deyapti. 17 million 800. Endi mo tishini ko'ring mana Jahongir mana. Xudo xolasa mo tish bilan yana 10 ta tug'adi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 17 million 800 ming so'm suti bor bo'g'oz. Kami dastlabkasi mana mahalliy Jahongir. Mahalliy doktori bormi? Qanaqa doktoringiz? Apparat bor mahallangizda. Molni bob baraka degandan keyin kutib olib, tekshirib oling, asha doktoringiz necha oy, 8 oy javob. Bo'g'ozligiga, yeb ichishga, sog'lik, salomatchilik men javob. 17 million 800. Kami dastlabkasi ichida. Keyingi olalarda hoji aka. Ola paroda. Mana eng qizig'i. Jahongir yaqinmi bu? 7 oy eshiting. Xo'p. 6 oy yozib qo'yursiz mana bola. 6 oy yozishib qo'yaman. Bu jonivor taylarini qarang Jahongir. Mana ko'ryapsizmi? Ha? Holat xudo xolasa yaxshi. Jahongir qarang. 6 oyga beradi. Tug'ishi yaqin. Tug'ishi yaqin. Endi qarang, bu molni narxini eshiting. Pulsa maza qilishadi. Buni ham bor mana, mo tishlarini ko'rib olsin mana. Ha?
tishlarini ko'rdinglarmi? Yaxshilar. Jahongir, Ha. mana shu molni endi misol ha deb bittasi aytadi, tug'ishini aytmang, qancha bo'lishini aytmang. Jigarim, siz bilasiz, bu mol nech pulga tuqqanda olishini. Lekin hayvonga yangi qo'shilayotganlar bor. Tushunmaydi hayvonni. Ma'lumotlarni berib keting, deyapti. Siz bu ma'lumotlarni bilasizga, sizga 5 baho. Lekin molga endi hali biznes reja qilib kirganlar bor. Kira qilib, to'g'risida kirada 200 ming, 300 ming pul topib, zerikib, hozir to'g'ri gap 200 ming, 300 mingga ish yo'q. Kunlik tushum bo'lsa ham. Hamma yo'q, ko'ryapsizlar. Tirikchilik qiyin bo'lib qoldi. Rossiyada yuribdi jigarlar. Bir ishlab nimadir qilay, yo bir yer olay yoki jonlari sog' bo'lsin, yer olay, yo bir nimadir qilay yoki ferma qilay. Bu hayvonda barakada, Pulni o'stiray, hayvon tashab. pul o'stiray deganlarga ancha-muncha ma'lumotlarni berib o'tib ketsak, yaxshi ish bo'ladi-da. Endi Jahongir mana shu mol tug'sa, Xudo xolasa, lekin bu ham 50 kilo, 100 kilo aniq mol. Semirish kerak. Men nimaga, lekin bu molda mana eti bor. Mana orqalari to'lgan mollar 25 million. Tushuninglar shuni. 17 million 800 ming so'm mashim olam. Kami ham bor. Kami bor. Endi qani 7 oylik. baqib, semirtirib, mala to'ldirib mana ularni. Ha? Foyda qilib yana yugurib keling xonadonimga deb aytilyapti bu narxlar. 17 million 800 ming so'm. 7 oylik bo'g'oz. Bo'yni o'lchadimmi? Yo'q. Bo'yni ham o'lchab beraman mana. Keyin yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketaman Jahongir. Xalqimizga 120 pilusiga. 120 pilusiga olaveringlar. 120 dan oshiroq. Yana bitta ma'lumotni aytaman. Aynan shu mollarni tepasida mana shu yerda turib, qo'lim ushlab, mana shuni bob barakada savdo qilish xohlasanglar, har kuni 12 da kelaverasizlar. Jahongir. 12 da Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizda lokatsiya bor. Lokatsiya orqali Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayev 7-maktab. Marhamatga kelinglar. Misol uchun Yandex navigatorlar borki, shuga Marhamat yozsanglar to'g'ri olib keladi. Marhamatga kelib Chapayev 7-maktab meni uyim yonida. Aqa-baqa yo'q, darvozam katta ochiq turadi. Bemalol darvozam bir tep to'g'ri kirib kelib, mashina kelasiz. Mashina kelasizlar. Mashina mol tepasida qo'lim ushlab, o'zimni ko'rib, bob baraka deysizlar, shuni uylarga olib borasiz. Haligi razmeridan kattamikin, kichkinamikin degan savollarga javob ustida oling. Ustida oling. Keyin yana bitta narsa, Jahongir, men ko'p odam telefonini ololmayapman. Meni tushunasizlar. Men mana shu yuklarni sizlarga olib kelaman. Men telefonda alo, ha aka, ha desam, mana yuk kelmaydi. Bu yuk kelsa hammamizga ish bo'ladi, sizga mol bo'ladi, jigar. Shuning uchun ham meni to'g'ri tushunasiz. Abitdan keyin telefon qiling. Обязательно men olaman. Chunki meni ishim shu. Sizlarni qo'ng'iroqlar kutib yotaman. Joninglar sog' bo'lsin. 17 million 800 ming 7 oylik bo'g'oz. 17 Bunisi million ham 800 ming. Usti boridan so'raydi. Endi qarang, mana uni. Endi turuvini qarang, Ha? turuvini. Jahongir muqri, Turuviga buni ham yaxshi baqdi. yeti bor ekan. Buni suti yo'q. Endi qarang Jahongir, bitta narsa, bitta savol. Mashim oldi, ustini textatgandan keyin et qarang. Et zo'r o'rgan. 4 oylik bo'g'oz. Endi qarang. Mashim mol 3 oyga hisoblab qo'yursin. Mashim mol mashi semirishda ketsa Jahongir. Maxluq bo'ladi. Buni narxini arzon olganim uchun arzon aytaman. Nech pul deng? Ayting. 17 million kami bor. Ana bo'lmasa mollarga tapalar narsa. Tushundingizmi? 17 million kami dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Molimiz eti boshiga gap. Buni 20 ga olaversin. Jahongir, qarang. Buni ham tishini ko'rsataman, tashab qo'yadigan bu. Olapay. Foyda qiladigan. 17 kami bu. Bu tishini ochalamizmi? Tek. Olib keling kamerangizni. Mana. 6 ta. Buni ko'ryapsizmi?
6 8 endi chiqyapti. Bu yoshroq. Yosh molimiz. Bu narigi opalariga qaraganda yoshroq. Bir sinf past o'qigan. 17 million so'm. 17 million kami dastavkasi Mana. vodiy bo'ylab ichida necha oylikka olishaveradi? 3 oy hisoblab qo'yursiz. 3 oy hisoblashib O'rta, qo'yadi. ama yeb ichishi nima deydi? Kombayn. 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 Tushundingiz-a? Keyingi molimiz. Jahongir bolasi tegadi. Hop. Bolasi tegadi. Aha. Bolasi. Yeb ichishi bor, Mhm. avtomat. Mana Teyapti. 5 oydan o'tgan jigar. Mana 5 oyga olishaveradi. 5 oydan o'tgan. Endi mo tayda qarang Jahongir. Tayiga gap. Ha? Tagini ko'ryapsizmi? Prosta mana yunlari bor, ha? Yomon chiqadi. Jahongir mana yunlarini olmaymiz. Anaqani ichida keyin manaqa yelin soladi. Tushunyapsizmi? Bu xalta shvedda hali tapaloq deymiz-ku. Tapalog'idan. Mana shu tapalog'i bo'ladi, hoji aka. Mana. Molga qarang, zo'rligini. Oyim gap zo'r. yo'q. Agar mana shu yelin solib qolsa bor-ku, sig'may ketadigan oyog'ini Bu olasiz. molda misol nimasidir borki olganman. Tushuninglar bu molda. Nimasidir bor. Buru 15 Jahongir qarang. Aha. Nimasidir borki olganman mol. Bu orqalarini ko'rsating molni. Bu Ko'ryapsizmi? idishiga Ha? gap yo'q. Bu idishni qarang, bu idishni Lekin qarang. Yomon qarang, katta soladi yelinni Bitta solgan. xo'jalikda o'ta katta xo'jalik bor, Ha, ulkan xo'jalikda bemalol boqar. suti bor, yomg'ir qilib yuboradi. Bu tishini ko'rib oling mana. Bu qari mol emas bu. Molni Xudo ko'ryapsiz. xolasa rosa joy yetib kelgan molimiz. Bitta narx ayting chiroyli qilib Sobir aka. Jahongir Oh, 17 million so'm, 17 million so'm. kami bor. Ha. 1 2 17 8 dan 3 Lekin- 4 17 dan zo'r narx. Lekin mana mollar bor, mana mollar Xudo xolasa tashab qo'ysa arzimagan pulga yana bola mol olib qo'yadi. Hisobga ol. Erta qirg'iz beklari keyin voy dod deysizlar. 17 million kami bor dediz-ku. Nimaga 22 million kam bor deyapsiz degan gaplarni hali gaplashamiz sizlar bilan. Bu mollar eshitding, Jahongir anaqa pacha-macha mollarga solishtirmanglar. Bular kuchli mollar. Mana qarang. Bular haligi sut yo'nalishida boqaman deganlar. bir burchak korobkalar. Bularni bularda bor- to'ydirib yuboradi. Misol uchun 15 million so'raysizlar, buni o'g'ri ham bermaydi-da Jahongir. Aha. Mol kuchli mol bu. 17 Bitta million narsani his qilinglar. kami dastavkasi. ichida. Endi xolajonlarimga bitta surpriz. Jahongir 3 oylik bo'g'oq chiqdi mana. Aha. Narigini oyni aytdimmi 5,5 Ha, 5,5 oy. Bolasi tegadi dedik. Qarang. Jahongir 3 oylik bo'g'oz. Mhm. Endi buni suti bor ekan, Jahongir mana. Suti bor ekan. Ke jonon. Ke. Suti bor ekan, buni men sog'ishni maslahat bermayman. Nimaga deng? Mol et olsin. Mana molni qarang, janavar. Bu yem bor-ku, yemni ko'rsa bor-ku, haligi bitta andot bor, haligi u Vohali akamiz aytgan. Shuni darvozdan kirib, shotidan chiqib ketyapti dedi-yu. Tomga Qashqaga qarab. ko'rib dedi-yu. Bu yemni ko'rsa shunaqa qiladi. Tushundingizmi? Aha. Yemni ko'rib, shotidan chiqib ketadi tomda bo'lsa agar. Yem. Shart chiqib ketaveradi. Buni yo'li bor Jahongir. Hmm. Mol tishi ham 2 kurakmikin jonivorda. Qani? Yo 4 kurakmikin. Alloh alam. Mana Mol 2 kerak. ko'ryapsizmi? Xunajim. Dadil to'lib yormagan ekanlar. Xunajim bu, Sobir aka 3 Endi- oylik bo'g'oz dedik. Endi qarang, buni bor Jahongir. Ha. Muzdek suvda ertalabda kech paytda yelinga yurish kerak. Aha. Sut qaytib ketadi. Aha. Ha? Sut qaytib ketgandan keyin molni bor yemga tashlash kerak. Bir tonna yemni narxi qancha bo'ladi? Holatiga qarab-da qanaqasi. 500 ming bo'ladi? Ha. Ha? 500 ming atrof. Bir tonna yemda ham bir tonna yem, bir tonna kepik. Kunjarani pulini mana shu moldan chiqarib olamiz. Ha? 15 million kami bor deb aytsam yarashadigan mol Jahongir. Aha. 15 million kami bor. Bo'g'oz. Bo'g'oz 3 oy. Endi molda 13,5 million qilamiz. 1,5 million 500 ming yemga, 500 ming kepikka, 500 ming o'tiga.
Chiqarib yuboramiz. Chiqarib olamiz. 13 million 500 ming. 13 million 500 ming. Kami ham bor. Ha. Bo'yni o'lchaymizmi? Lekin molimizni holati- olayda mol. Yaxshi. 1,5 million minus qildingmi? Aha. Kimdir misol uchun bitta 13 million 14 millionga bo'zak olib o'zim qochirib mol qolaman deydi. Mana tayyor. 3 oylik qochgan. 15 million kami bor desam Jahongir mashina 14 millionga bering Sobirjon menga deydi. Aha. 15 milliondan 1,5 million ayri bor. Ha? 13 million 500. 13,5 million yana kami bor. Dastavka, yo'l kira Biz xizmatlari uyimizga ham olib bor boramiz. ichida. Xudo xolasa. Ha? 500 ming Zo'r. yemga, 500 ming kepakka, 500 ming o'tga. Mhm. Ashi endi qarang. Mana shu mol 500 minglik kunjara, 500 minglik kepak, 500 minglik o't yesa, Mhm. mash holatiga bitta orqasini ko'rsating. Men kommentariyada javobini kutaman. Jahongir, Umuman Necha eplov pulli bo'lmadi. mol oladi? Oo. 500 minglik 1 tonna 1 tonna bo'ladimi? 1 tonna bo'ladimi? 100 kilo bo'ladi. 100 kilo. 100 kilo bo'ladimi? Ha, 500 mingga kunjara 100 kilo beradi. Ha, 1 tonnasi 5 million bo'ladi. Ha. Men to'g'risi men 100 kilo kunjara kuniga 1 kilodan yesa-chi 100 kilo. endi Bu qarang. mol umuman 500 mingga qancha kepak beradi? 500 mingga Hozir necha pul kepak? 2,5 65 mingmi? Kilosi 2,5 ming bo'lsa 200 kilo kepaver. Bu degani 8 qop beradi. Qarang, 200 7 kilo. qop. Hozir to'g'rida 200 kilo kepak kelsa 100 kilo kunjara, ha? Mhm. 1 tonna deb olib qarang. Ikkalasini aralashtirsa 300 kilo bo'ladi. Mhm. Mana shu mol erta kechda 1,5 kilo, 2 kilodan 4 kilo yesa, Mhm. mana shu mol necha pullik mol bo'ladi? Buni egasi ham tanimaydigan kelsa kerak. Yomon. 500 minglik o'ti ham bor. Yana 13,5 kami bor. Ha? Kommentariyada mana shu mol 500 minglik o't, 500 minglik kepak, 500 minglik anaqasini bilmayman xolos. 500 minglik kunjara yesa necha pullik bo'ladi? Kommentariyada yozib ketinglar. Men o'qiyman. Har biringlar. Ismi familiyalargacha o'qiyman. Tak. Bo'yi Jahongir 1.16. 1.15 ga olishaveradi. Ha, 1.15. Qani mana shu mol shuncha yesa, kurak narsa, ustini qaytarib olinglar, sog'masin. Ustini qaytarib olinglar, shu molni asha narsalarni yedirib bitta. O, moli ko'p akaxonlar, bitta mashina tajriba qilinglarchi. Menga Qanaqa bo'ladi ekan? ashi yem tugaganda video qilib tashlaysizlar. Sobirjon, mana mol ashinda aytdingiz mencha bu. Ketdi yani. Kommentariyada 13 million 500 kutib qolaman. Kami bor. Men boqmayman mol. Chunki bir burchakka olib borib, ikkita molni tashab, ashi tentda boqsam Jahongir. Mhm. Bir jigarim keladi, menga berasan, voylada ushlab turasan, men u sotib olishga majburman. Ana shuning uchun ham boqmayman men. Umuman boqmayman. Mana shu mollar bugun ketdi. Mol Shved 17 million bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Kami bor. Bu Hoji aka, Sovraga 17 million. yomon yelin soladi mana shu mol ishonib. Mana qarang, mana 17 million. Umuman eplov bo'lmaydigan darajada bo'lib ketadi yelini. Mana qarang, Shved. 3 ta ola. Men 17 million so'm. Bu ham 17 kami bor. Mana 7 oylik 17 million. 7 oy 17. Jahongir nima bo'lyapti? Kecha jonu. Ha? Keling, olib keling kamerangizni. Ko'rsatib o'tib ketaylik. Bolasi borganda Jahongir buni bola mashina yonboshini uradi. Bolasi tegan. Bo'ldi. 7 oy. 6 oyga oling. Buni qarang mana. Lekin bu Hozir og'iz ustiga to'yadi. butun deydi o'shanaqa variantida. 17 million 800. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoqqan bo'lsa huzur, yoqmasa uzr. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni aytib o'tdik. Agar qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, telefon orqali bemalol aloqaga chiqarasizlar jigarlar. Batafsil yotib olib, yonboshlab olib, shashilmay gaplashaveramiz. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumani, Chapayev 7-maktab oldida, sentralniysida yashayman. Xonadonimiz shu. Telefon nomerimiz 90 205 21 28. Telegram, WhatsApp. Aloqaga yozib qo'yamiz. Jahongir, keyin bitta narsani yozib keting. Nima? Bugun misol 19-oktyabr, 2025 shuni so'rashyapti. Qachon chiqqan bu video? Qachongi video? Boshda aytyapmiz. Yo'q, aytgan bilan hali yozib qo'ysizmi videoni? Ha, ko'rib turib. Oktyabr. Akalar, nomerlar ishlayapti. Telegram, WhatsApp, Imo, Instagram. Sog' bo'linglar.
Savollar yo'qmi? Yo'q, sog' olamiz. Salomat bo'ling.